Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Hürmetli kardeşler, bu turmuşta bizning kullarımız aşa ko'p narsa uzib ketdi. Bek yaş qadrini bilmey, biz onun ni'matidan üzülamiz. Rasulimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam aytib qoldilar: 5 narsaning qadrini bilasiz. Ömrünüzning qadrini bilasiz, o'limiz kelgancha, esenligingizning şiir kelgancha, yoshligingizning qorliq kelgancha, boylig'ingizning faqirlik kelgancha, ham bo'sh vaqtingizning sizning endi shug'ulingiz kelib chiqqancha. Shunda hurmatli tuganlarim, qadrim bilib yashaylik shu 5 narsaning. Ular bek tez bizga keladilar, ham bek tez bizdan ketadilar. Alloh taolaga ming shukr, ming rahmat. Va alaykum assalom va